Esingdami o'g'lim sunnat to'yiga bo'lganding, pulimni qaytar. Nimaga qaytaradi? Nimaga qaytarmaydi? Bu to'yga bo'lgandan keyin bobosi o'ldi o'sha to'yda. Nimaga o'ladi bobosi? Bu o'zicha deb qo'shiq aytganiga bobosi ham devdi, suyak tiqilib o'ldi. Bechora qashto'di panja o'shidi. To'y ham sig'madi ko'nglimga, pulimni qaytar. Aka, sizga bitta imkoniyat beramiz, qaysidir xizmatingizga boramiz, lekin pul qaytarilmaydi. Unda davay tug'ilgan kuniga boradi. Okey? Sifatli pontisidan yapsanmi? Sen bilasan nima ishdi? Yumshoq ekan. Men bolalarimga oldim buni. Sanda bola ham ko'pdir, ha? Artistlarda ko'p bo'ladi-ku. Og'zingga qarab gap. Bari qarang aka. Qo'shdi, qara qo'shdi. Perivalmi deyman, ha? Perivalga o'xshaydi. Kamon qo'sh, kamon qo'sh. To'xtar boshdan tush bu yoqqa. Hoppa. Mana ki. Yangam kelding aqlinan ahvolni qara. Jon aka, nima xohlaysiz bizdan, aka? Esingdami o'g'lim tug'ilgan kuniga bo'lganding. Hop, borganmiz. O'sha restoran yopilib ketdi. Nimaga yopiladi? Pastida spa salon ochgan ekan, shunga yopib yuborishdi. Pulimni qaytar, o'g'lim siqilib qoldi. O'sha bexosiyat o'g'lingizni chaqiring bu yoqqa. Mardon, mana qacha kel o'g'lim, mana kel. Kel o'g'lim. Bu ham kep sani muxlising, bitta qo'shiqni ayt o'g'lim. Qo'shiq qaralar, Qaysan sen bunga bo'lyapsan? Day pulimni qaytar. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Onasining. Bu dunyoda ikkita narsadan pul bo'lmas ekan. Birinchisi Shveysariya bankdan, ikkinchisi artistdan. Qo'shingga bitsin. Ota ovozim qaytdi. Ayt. Qo'shiq.